Hammaga assalomu alaykum. Bu Baby Nilushkani oxirgi kunlari Rossiyada. Ertalabdan erim bilan urushib, kulishib, storieslar oldim, keyin ishlariga jo'natdim, o'zim zavtrak qilishga o'tirdim. Menimcha bu vlogim chiqqancha men Buxoroda bo'lamanmi nima? Obuna bo'lib storiesimni kuzatish eslaringizdan chiqmasin. Reklamная pauza. В общем, ishlarimni qilib bo'lgandan keyin muborak bo'lsin deb yangi tsepochkalarni taqdim. Keyin bilasizlar, meni uydagilarim faqat men qilgan sushini yeb biladilar, shu uchun bir ketishim oldin tayyorlab beray dedim. Guruchni qaynatishga qo'ydim. Ungacha bitta obed qilib oldik va bismillah deb sushichalarni boshladim. Bilasizlar, sushini retsepti pastda videolarda bor. Aktualimda retsepti degan joyda bor. Ana obunachilarim уже sushilarimni ko'rib bezo'ram bo'lganlar, по-моему. В общем, profilim sushilar bilan to'la. Sumskchalar bilan birga ikkilali zapichonni qildik. Va jarinisini endi boshlayman degan paytim bu sumskchalar meni predat qilib kompyuter o'ynashga ketdilar. O'tiringlar, birga ujin qilamiz. Oxirgi kunlarim, keyin ketaman desam agar, yo'q, bizga kompyuter o'ynash muhimroq deyishdi. Ko'rdingizlarmi mana oqibat. Hamma mayli dedim, uydagilar bilan birga hammamiz o'tirib sushichalarni mazza qilib yedik. Hamma mehmonlarni uylariga uzatdik va erim bilan My Name is Khan degan filmni ko'rdik. Всем пока.